isbot talab qilmaydigan aksioma. E'tibor bergan bo'lsangiz, Oq uy rahbari Donald Trampning maxsus vakili Paolo Zampolli O'zbekiston yetakchisini tinchlik prezidenti deya ta'rifladi. Xuddi shunday, davlatimiz rahbari global miqyosdan tortib mahallalargacha tinchlik hukm surishini istaydi. Har bir yurtdoshimizning xavfsiz, xotirjam va osoyishta hayot og'ushida yashashi uchun tinimsiz mehnat qiladi. Tugayotgan haftada jamoat xavfsizligi va jinoyatchilikni jilovlash bo'yicha o'tkazilgan katta tanqidiy yig'ilishda ham bu masala ustuvorlik kasb etdi. Davlat rahbaridan muhim mesajlar yangradi. Tinchlikni ta'minlaydigan, tinchlikka mas'ul huquq-tartibot idoralarining faoliyatida keskin burilish davri keldi. Bir so'z bilan, tizimda katta o'zgarish bo'ladi. Gap shundaki, shu kuni miqyosi kengayayotgan uyushgan jinoyatchilikdan tortib, salmog'i ortayotgan narko jinoyatlargacha, oddiy odamlarning plastik kartalardagi pullarni yechib olayotgan kiber jinoyatlardan tortib, yashirin iqtisodiyotgacha barchasi tilga olindi. Odamlar xotirjam, tinch yashashi uchun xavfsizlikni ta'minlashimiz, jinoyatchilikning oldini olishimiz kerak, dedi davlatimiz rahbari. Xo'sh, yangi tizim bo'yicha ish qanday tashkil qilinmoqda va qisqa muddatda joylarda qanday amaliy harakatlar boshlandi? Hamkasblarim Toshkent viloyatining Zangiota tumani hamda Farg'ona viloyatining Qo'qon shahri misolida mavzuni atroflicha o'rgandi. Uyushgan jinoyatchilik, narko jinoyatlar, kiber jinoyatchilik va yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashish faqat jazo choralari bilan cheklanmasdan tizimli va zamonaviy yondashuvni talab etadi. Bu yo'nalishlarda huquqbuzarliklarni oldini olish uchun avvalo jamiyatda qonuniylikka ishonchni mustahkamlash, aholining huquqiy ongi va raqamli savodxonligini oshirish, davlat organlari o'rtasida tezkor ma'lumot almashinuvini yo'lga qo'yish muhim ahamiyat kasb etadi. Innovatsion texnologiyalar, tahliliy fikrlash va ochiq iqtisodiy mexanizmlardan foydalanish orqali jinoyatlar ildiziga zarba berib, soyadagi faoliyatni ochiqlikka olib chiqish kerak. Jamoat tartibini saqlash, xavfsiz muhitni yaratish, mahallalarda xavfsiz hayotni ta'minlash. Ushbu masalalar bugun davlat rahbari tomonidan jamoatchilik va huquqni muhofaza qiluvchi organlar oldiga qo'yilayotgan eng asosiy masalalar. Boisi bu tamoyillarning amaliyotga tatbiq etilishi birinchidan inson manfaatlarini ta'minlaydi. Ikkinchidan esa iqtisodiyot rivojlanib borayotgan mamlakatga bo'lgan xalqaro miqyosdagi e'tiborni ham yanada oshiradi. Mana nima uchun davlatimiz rahbari bugun tinchlik va xotirjamlik masalasida yangi vazifalarni belgilab beryapti. Davlatimiz rahbari aytganidek, jamoat xavfsizligini ta'minlashda yangi davr, yangi tarix boshlanyapti. Xo'sh, bu qanday bo'ladi? Yagona organizm sifatida ishlaydigan, bu mening vazifamga kirmaydi demaydigan, har qanday holatda, har qaysi hududda odamlar murojaat qilganda labbay deb javob beradigan tizim yaratilyapti. Biz bu borada amalga oshirilayotgan ishlarni Zangiota tumani misolida tahlil qilamiz. Toshkent viloyatining Zangiota tumani xavfsiz muhitni shakllantirish hamda jamoat xavfsizligini samarali ta'minlash bo'yicha qanday ishlarni amalga oshiradi va qaysi jarayonlar alohida e'tibor markazida bo'ladi? Muhtaram Prezidentimiz tomonidan 2026 yil 27 yanvar kuni o'tkazilgan videoselektor yig'ilishlarida berilgan topshiriqlar ijrosini ta'minlash maqsadida Zangiota tumanini xavfsiz va obod hududga aylantirish bo'yicha aniq chora-tadbirlar belgilab olindi. Jumladan, tuman hududida jamoat xavfsizligini ta'minlash, jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni oldini olish maqsadida maxsus ishchi guruhlar shakllantirildi. Mana shu ishchi guruhlarga O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi hamda Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasining malakali, tajribali xodimlaridan bir nafardan biriktirildi. Ushbu ishchi guruhlar tomonidan mahallalarda sodir etilgan jinoyat va huquqbuzarliklar chuqur tahlil qilinmoqda. Ularning kelib chiqish sabab va omillari har tomonlama to'liq o'rganilib, ularga ilmiy va amaliy yondashuv asosida aniqlangan muammolarni bartaraf etish bo'yicha manzilli chora-tadbirlar ishlab chiqilmoqda. Bu jarayonda birinchi galdagi masala mahallalarda tinchlik va osoyishtalikni ta'minlash hamda profilaktika ishlarini kuchaytirishga qaratiladi. Chunki mahalla jinoyatchilikka qarshi kurashda eng yaqin va samarali maydon. Profilaktika inspektorlari va mahalla yetligi o'rtasidagi hamkorlik orqali xavfsiz va hamjihat jamiyat shakllanadi. Davlatimiz rahbari videoselektor yig'ilishida aynan huquqbuzarliklarni oldini olish birinchi bo'g'in mahalla profilaktikasidan boshlanishini
aytdi va mas'ullarga kerakli chora-tadbirlarni belgilab berdi. Biz Zangiota tumani Fayz mahallasidamiz. Xonada ham rais, ham profilaktika, ham xotin-qizlar, ham posbon o'tiradi. Misol aholi kelib o'zini xalq kelib murojaatini qilishga qandaydir tortinib uyalardida. Misol o'zini muammosini ko'pchilikning orasida aytish qanaqayu, misol uchun hozirgi sharoitni taqqoslaydigan bo'lsak, ayol kishi bo'lsa, xotin-qizlar faolini o'zini xonasi bor, alohida gapira oladi. Profilaktikani o'ziniki, yoshlar yetakchini o'ziniki. Hozir misol uchun shu kelib dardini ayta oladi, ko'p jinoyatlarning oldini mana shu tomonlama misol ola olamizda hozir. Prezidentimizni video selektorlarini ko'rib, juda ham xursand bo'ldim. Post patrul xizmatlarini 3 smenada ishlash tizimi yo'lga qo'yib berganlari orqasida mana kechagina o'zim guvoh bo'ldim. Bizning hududimizda kechqurun mana post patrul xizmat mashinalari ko'p qavatli uylar orasida yurib, tepadagi chiroqlarni yoqib yurib, bundoq aylanib chiqsa, bu qandaydir bir xotirjamlik, ogohlikka chaqiradi-da aholini ham. Kechasi-yu kunduzi misol nazoratda, qo'riqlov ostida aholi tinch totuv yashayapti. Buning uchun sharoit yaratib bergan davlat rahbarimizga minnatdorchiligimni bildiraman. Mahallam nomidan, o'zim nomimdan. Mahallalarda huquq-tartibot maskanlarining tashkil etilishi ham bu boradagi ishlarni yangi bosqichga olib chiqishga ko'maklashmoqda. Xavfsiz muhitni shakllantirish borasida berilgan topshiriqlar yuzasidan Zangiota tumanida bir qator ishlar amalga oshirilish boshlandi. Avval 1-2 smena bo'ladigan bo'lsa, davlatimiz rahbar topshiriqlaridan so'ng 3 ta smenada 8 soatlik rejimda ish tashkil qilindi. Avvallari boshqa hududdan kelgan fuqarolarning murojaatlarini qabul qilish darajasi o'zini hududiga bor deb sansalarlik bo'lishi mumkin edi. Hozirgi kunda topshiriqqa asosan qaysi hududdan kelishidan qat'iy nazar fuqaroning murojaatini profilaktika inspektori joyida qabul qilib, o'sha joyning o'zida ijrosini ta'minlash yo'lga qo'yildi. Bu borada ishlar to'g'ridan-to'g'ri tashkil qilingan, huquq-tartibot maskanlari joriy qilingan. Zangiota tumani miqyosida 2024-yilda qizil toifaga kiradigan mahallalarimiz 12 dan tashkil qilgan. 2025-yilda esa 8 dan tashkil qildi. 2026-yilga kelib esa 6 taga tushirdi. Biz Zangiota tumanini bir namuna tariqasida xavfsiz fuqarolarimiz bemalol harakatlanadigan, jinoyatdan va huquqbuzarlikdan xoli hudud qilishga qattiq kirishganmiz. Tungi xizmatga jalb qilingan har bir o'sha profilaktika inspektorlari, post patrul xizmat xodimlari, Milliy gvardiya xodimlarini ko'radigan bo'lsak, tungi xizmatda xizmat olib borganligi uchun, demak, bazaviy hisoblash miqdorining 5% miqdorida har soati uchun to'lov miqdori amalga joriy qilindi. 2026-yilni o'zida ichki ishlar organlari xodimlari uchun uy-joy qurilganligini inobatga oladigan bo'lsak, shuni 30%ni profilaktika inspektorlariga berish bo'yicha alohida topshiriq bo'ldi. Hozirgi kunda Toshkent shahrida xizmat olib borayotgan profilaktika inspektorlariga va unga tutash bo'lgan hududlarga xizmat ko'rsatuvchi profilaktika inspektorlariga 5 milliongacha ustama haq to'lash bo'yicha ko'rsatma berildi. Xonadonbay ishlash, uyma-uy yurib odamlarning holidan xabar olish, yuzma-yuz suhbatlashib, dardiga o'z vaqtida quloq tutish ham huquqbuzarliklarni oldini olishda muhim omil. Mahalla yettiligi doimiy xonadoningizga kelib turishadimi yoki faqat bugun kelishdimi? Yo, albatta. Doimiy kelib turishadi. Hammasidan mamnun biz. Mahallada juda katta o'zgarishlar bo'ldi. Qancha joylarga video kameralar qo'yildi. Tinchligimizni o'ylashyapti. Odamlarimiz bemalol tinch uxlayapti. 24 soatgacha bemalol chiqishga qo'rqishmaydi hammaligi. Shu hammasi yurtboshimiz olib borayotgan to'g'ri siyosatlari. Prezidentimizga ming marta rahmat deymiz hammamiz. Yoshlar orasida sog'lom hayot tarzini targ'ib qilish, maktablarda huquqiy madaniyat va huquqbuzarliklarga murosasiz munosabatni shakllantirish yaxshi va samarali natijalarni beradi. Tahlillarga ko'ra, har qanday huquqbuzarliklar va qonunsiz holatlarning barchasi huquqiy madaniyat va savodsizlikning yetishmasligi oqibatida ro'y berar ekan. Va huquqiy savodxonlik va madaniyatning shakllanadigan asosiy maskani esa bu maktablar hisoblanadi. Shunday ekan, maktablarda ayni jarayonlardagi ishlarni sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqish kerak. Ayni paytda biz Zangiota tumanidagi 14-umumiy o'rta ta'lim maktabidamiz va bu jarayondagi ishlar bilan qiziqamiz. Kuni kecha hurmatli prezidentimiz tomonidan huquqni muhofaza qilish organlari bilan o'tkazilgan video selektordan keyin albatta biz ta'lim xodimlari o'zimizga juda ham katta xulosani oldikki, yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, jinoyatchilikni oldini olish, voyaga yetmagan bolalarni doimo nazoratda bo'lishini albatta biz pedagoglar birinchi o'rinda oliy maqsad qilib qo'yishimiz kerak. Ta'lim bilan birga tarbiyani berishimiz kerak. Muhtaram prezidentimiz ham
ham xuddi shu narsani bizga talab darajasida qo'yaptilar. Bizning maktabimizda ham 2400 dan ortiq o'quvchi tahsil olayotgan bo'lsa, shu kungacha bunday yomon holatlar bo'lmagan, chunki profilaktika nozirining tez maktabga tashrifi hamda mahallalarni ham bu yerda ishtiroki juda ham yaxshi. Mana shu turniketda biz aniqlagan davomatni mahalla bilan birgalikda darrogina ularni davomat bo'yicha ogohlantiramiz. Ular bizga mana shu davomatni yaxshi yo'lga qo'yish bo'yicha bizga yordam berishadi. Inspektor psixologik lavozimda ish faoliyatini olib bormoqdaman. Davlatimiz rahbar tomonidan o'tkazilgan video selektorda respublikamiz miqyosida bir nechta ustuvor chora-tadbirlar, komplekslar belgilandi. Shu komplekslardan o'zimga xulosa qilib, o'zimga biriktirgan 14-maktabda ish faoliyatini hozirgi kunda olib bormoqdaman. 2360 ta o'quvchisi bor. O'quvchi yoshlar bilan hafta davomida har xil profilaktik tadbirlar o'tkazamiz. Vazifalarni belgilab, jinoyatchilik oldini olib kelmoqdamiz. Ushbu maktabda tashvish xabarini beruvchi, ogohlantiruvchi vositalar vosita qo'yilgan. 3 ta kameramiz sensor markaziga ulangan. Kirish bevosita yo'lagi ham turniketlar bilan to'liq jihozlangan. Bizning faoliyatimiz bevosita maktab, mahalla, oila tamoyili bilan bog'liq. O'quvchi yoshlarni biz jazolashimiz, ya'ni biz muammosini o'rganishimiz kerak. Davlatimiz rahbari shuningdek video selektor yig'ilishida aynan kiber jinoyatlarga qarshi kurashish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlarga va bu borada yangi bosqichga olib chiquvchi tizim yaratilishi kerakligiga alohida to'xtalib o'tdilar-da. Mana shu topshiriqqa asosan tumanda qanday bir chora-tadbirlar qo'llanilyapti? Kiber jinoyat sohasida hozir ishlar tashkil qilinishi mahallalarda, maktablarda va korxona tashkilotlarida asosiy targ'ibot ishlarini tashkil qilish. Ya'ni kiber makon asosida flyerlar tayyorlash, fuqarolarga to'g'ridan-to'g'ri yetib borishini ta'minlash maqsadida o'sha tushuncha bo'lish uchun qisqa roliklarni tayyorlab, fuqarolarimizni o'sha firibgarlarning tuzog'iga tushib qolishini oldini olish maqsadida tushunchalar olib borilyapti. Maktablarda kiber sohasida majburiy darslar tashkil qilinishi yangi joriy qilindi. Mahallalarda profilaktika inspektorlarini kundalik vazifasi sifatida kiber jinoyatni oldini olish bo'yicha ishlar tashkil qilindi. Shuningdek, sayyor sud majlislarining o'tkazilishi jinoyat va huquqbuzarlikka nisbatan javobgarlikning muqarrarligini alohida bevosita joyida ko'rsatib, qonun ustuvorligini amalda namoyon etadi. Shu maqsadda endilikda mahalla va jamoat joylarida ana shunday tadbirlarni o'tkazish jarayonlarini kengaytirish belgilab olindi. Huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatlarni issiq izda fosh etishda natijador harakat bu mahalla va bozorlarda, avtoturargohlar hamda ko'ngilochar maskanlarda video kuzatuv kameralarining o'rnatilishi. Ushbu chora-tadbirlar jamoat xavfsizligini ta'minlash va tezkor nazoratni kuchaytirish orqali ijobiy samaraga erishishga xizmat qiladi. Prezidentimizning video selektorlarida berilgan topshiriqlar ijrosi yuzasidan mana Zangiota tumanida hozirda Xavfsiz shahar tizimini rivojlantirish markazining xodimlari o'rganishlarni olib bormoqda. Xavfsiz shahar konsepsiyasi doirasida Qalqon platformasi ishlab chiqilgan hamda bugungi kunda bosqichma-bosqich amalga oshirib borilmoqda. Zangiota tumanida 60 ta mahalladan 12 tasi qizil toifadagi mahallalar hisoblangan. 12 ta mahallaga jami bo'lib 183 ta kameralar o'rnatilgan. Bu kuzatuv kameralari bizga nafaqat tasvirni beradi, bu bilan biz sun'iy intellektni qo'llagan holda ushbu kuzatuv kameralar yordamida jinoyatchilikni oldindan prognozlash, keyin ularga qarshi chora ko'rish bo'yicha tezkorlik bilan harakat qilishimizga imkon yaratib beradi. Mamlakatimizda aholining tinch va osoyishta hayoti hamda mol-mulki daxlsizligini ta'minlashda qo'riqlash xizmatining alohida o'rni bor. Ammo bu borada hali qilinadigan ishlarimiz ko'p. Davlatimiz rahbari ayni masalada muhim vazifalarni belgilab berdi. Xususan, ichki ishlar va qo'riqlash xizmati ishlarini mahalladan boshlashi, xonadonlarning holatini o'rganib, ularning xavfsizligini ta'minlashi zarurligini alohida ta'kidladi. Shu maqsadda ayni paytda Zangiota tumanida yangi tajriba asosida aholi xonadonlari va mahallalarda jarayonlar boshlandi. Mahallabay, ko'chabay hamma xodimlar biriktirib o'sha xonadon obyektlarini qo'riqqa olish bo'yicha xizmat tashkillashtirganmiz. Bugungi kunda umuman Zangiota tumanida qancha aholi xonadonlari bor? 45 mingdan oshiq aholi xonadonlari bor hozirgi kunda. Undan 211 ta ko'p qavatli uylarimiz bor. Ko'p qavatli uylarimizning har biriga 11-31 qutimizdan qo'yib
o'rnatib kelinmoqda. Hozirgi kungacha 90 tasiga o'rnatdik, yana ishlar hozir jadal olib borilmoqda. Davlat rahbari tomonidan yangi vazifalar qo'yildi. Soha xodimlari oldiga, jamoatchilik oldiga. Bevoysa xuddi mana shu turdagi xizmatlar sifatini yanada yaxshilash, aholiga yaqinlashtirish maqsadida. Zangiotada endi bu yangi vazifalar o'zining qanday bir ifodasini topadi? Berilgan topshiriqlar bo'yicha haqiqatan Zangiota tumani ancha orqadamiz. Ko'rsatkichlarimiz bo'yicha Ichki ishlar vazirligidan, Toshkent viloyat ichki ishlar bosh boshqarmasidan xodimlar har bitta mahallaga biriktirilgan, bu bo'yicha ishlarni jadal tashkillashtiryapmiz. Davlatimiz rahbarining topshirig'iga asosan Zangiota tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i o'rinbosari ham tungi xizmatni bevosita mahallalarda tashkil qilmoqda. Biz ish jarayonida suhbatlashishga harakat qildik. Bugun nechinchi kun xizmatingizni amalga oshiryapsiz tungi paytda? Bugun 3-kun tungi xizmatda tumanda kirmagan vaziyatdan kelib chiqib, yo'nalishlar taqsimotini qilib, xodimlarimizni tungi xizmatga jalb qilganmiz va ularga xizmat jarayonini o'rganib, kerakli yo'riqnomalarni berib, xizmat to'g'ri tashkillashtirishlari to'g'risida tushunchalar berib boryapmiz. Jinoyatning asosiy salmog'i tungi vaqtlarda sodir etilayotganini inobatga olib va jinoyatchilikni keskin oldini olish maqsadida tumanda 14 ta patrul post xizmati xodimlari hamda profilaktika inspektorlaridan iborat bo'lgan guruhlar tashkil etilib, yo'nalishlarga qo'yilgan. Undan tashqari 3 ta yo'nalishda yo'l harakati xavfsizligi bo'limi xodimlaridan iborat bo'lgan patrullik guruhlari, qolaversa yana 3 ta qo'riqlash xizmatini tezkor harakatlanuvchi guruhlardan tashkil etilgan ekipajlar tungi xizmatga jalb qilingan. Meni asosiy vazifam tungi vaqtdagi xizmat olib borayotgan xodimlarning xizmat faoliyatini o'rganish, qo'shimcha yo'riqnomalar berish va keskin vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilishga mas'ulman. Umuman jinoyatchilik agar salmog'i tahlillariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, Zangiota tumanida qaysi hududlarda ko'proq shunaqa huquqbuzarlik holatlariga duch kelinyapti va qaysi yo'nalishlarda ko'proq jinoyatchilar faollashgan? 2025-yilning 12 oy davomida sodir etilgan jinoyatlar tahlil qilinganda Zangiota tumanining 6 ta asosiy mahallalari qizil toifadagi mahallalarga kiritilgan. Ya'ni o'sha jinoyatchiligi va huquqbuzarligi oshgan mahallalar qatorida turibdi. Ushbu mahallalarda jinoyatchilikni oldini olish maqsadida yo'l xaritalar ishlab chiqilib, hozirda ushbu mahallalarda kuchaytirilgan tartibda xizmatlar olib borilyapti. Xavfsizlikni ta'minlash va jamoat bechalaslar javob bermasam bo'lmaydi. Samo uch aloqada Samo. Samo 4-chi yo'nalishda yordam kuchi kerak bo'lyapti. 2-chi yo'nalishdan olib 4-chi yo'nalishga yordam kuchi olishga ruxsat bering. Ruxsat, kerakli kuchni jalb qilinglar. Samo 3-chi, siz Samo to'liq tushundi. Hozir yordamchi kuchi 4-chi yo'nalishga jo'natamiz. Qabul. Demak, shu tarzda faoliyatni muvofiqlashtirib turasiz. Xuddi shunday. Shuncha tig'iz vaqtingiz bo'lsa-da, savollarimizga javobingiz uchun rahmat aytamiz va omad tilaymiz. Bu boradagi ishlarni Qo'qon shahri misolida tahlil qilsak, aholining salmoqli qismini yoshlar va voyaga yetmaganlar tashkil etishi, ishsizlar, kam ta'minlangan oilalar, nogironligi bo'lgan shaxslar va notinch oilalar ulushining mavjudligi kriminogen xavfni kuchaytiruvchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan Qo'qonda jinoyatchilikka qarshi kurashish masalasi faqat jazo choralari bilan hal etilishi mumkin emas edi. Davlatimiz rahbari shaharda kriminogen vaziyatni barqarorlashtirish, xavfsizlik choralarini kuchaytirish masalasiga bir necha bor alohida e'tibor qaratdi. Prezidentimiz 27-yanvar kuni bizga manzilli hamma narsani aniq lo'nda belgilab berishdi. Haqiqatan ham agar jinoyatchilikni jilolamasa, mahallada hech qanaqangi tinchlik, osoyishtalik bo'lmasligi, u mahalla rivojlanmasligini ta'kidlab o'tishdi. Ayniqsa yashirin iqtisodiyot, uyushgan jinoyatchilik, giyohvandlik va kiber jinoyatchilikka e'tiborni qaratishdi. Aynan Rayhon mahallasida mana shu 4 ta sanalgan jinoyatlarning o'sish darajasi qanaqa yoki kamayish darajasi qay darajada mana so'nggi yillarda? Chunki bu hududda bilamiz, yoshlar ko'p. Rayhon mahallada bu jinoyatlar turi kamayishni boshladi. Rayhon mahallada 78 ta ko'p qavatli uy bo'lib, bu 78 ta ko'p qavatli uyning hammasiga o'sha tashvish tugma qo'yilgan va aholiga mana hozir 26-yilda boshlangan o'sha mening inspektorim degan uyali aloqasiga ilovalarni o'rnatib berishlik va odamlarni ogohlantirishlik, to'g'ri yo'lga targ'ib qilishlik hammasini bu ortida mana shu tinchlikni saqlash, jinoyatchilikni kamaytirish va ishsiz fuqarolarimizni ish bilan band qilishlik
jarayonidan kelib chiqib bu kamayyapti. Videoselektor o'tkazilgandan keyin ishni qanday tashkil qilish bo'yicha rejalar qilyapsizlar? Qanaqa hamkorlik yana kuchaydi mana shu videoselektordan keyin? Videoselektordan keyin Milliy gvardiya va mana shu patrul xizmati hammalari mana mahallamizda doimiy hozir bo'lishyapti. Profilaktika inspektorimizga bu juda ham yengillik yaratadi. Sababi mana hozir tashvish tugma haqida aytdik. Tashvish tugma bosilgandan keyin tezkor batalyon bizga yaqin bo'lgani uchun bizga 2 minutgacha yetib kelib bo'ladi va o'sha jinoyat oldi olinadi. Selektordan keyingi reaksiyani men bildim, juda ham sezdim. Mahallamiz sezdi buni. Hududda profilaktika inspektoridan tashqari patrul xizmati aynalsa, bu hudud xavfsiz bo'lishligiga ancha sabab bo'lar ekan. Odamlarda ishonch ortyapti. Odamlar o'zini qo'riqlab turilganini sezyapti. Profilaktika inspektori sifatida faoliyatingiz avvallari masalan ertalab kechqurun shahar boshqarmasiga borishga, yo'riqnoma topshirishga majbur edingiz. Mana endilikda nima bo'lyapti? Vaziyat qanday o'zgardi? Vaziyat muhtaram prezidentimizning kuni kecha bo'lib o'tgan yig'ilishidan so'ng keskin o'zgardi. Biz asosiy vazifamizni bajara olmasdik. Endi yig'ilishlarni joylariga borib bo'limlarda o'tkazmasdan onlayn tarzda o'tkazilyapti. Oldinlari o'sha 2 mahal yig'ilishga borgan bo'lsak, yo'riqnomaga erta kech. Hozirgi kunga kelib yo'riqnoma faqat onlayn bo'lyapti. U ham qisqa vaqtda kerakli vazifalarni onlayn tarzda berilyapti va biz o'shundan kelib chiqib, vaqtdan yutib, fuqarolar bilan ishlashga, fuqarolarning murojaatini, ularning tinchligini saqlashga imkon bo'lyapti. Muhtaram prezidentimiz Toshkent shahar qurilish boshqarmasida o'tkazgan yig'ilishida bizga ustuvor vazifalarni belgilab berdi. Bu xususan uyushgan jinoyatchilik, kiberjinoyatlarga qarshi, yashirin iqtisodiyot hamda narkotikka qarshi yo'nalishlarni bizga belgilab berdi. Biz bu yig'ilishdan kelib chiqib, o'zimizning vazifalarimizni qaytadan ko'rib, shu yo'nalishda yanada tizimli ishlashni yo'lga qo'ydik. Ushbu yig'ilishdan kelib chiqib, o'zimizga qat'iy vazifalar belgilab, mahalla yettiligi bilan birgalikda mahallaga kirib, o'sha toifadagi shaxslar bilan muloqot qilib, jinoyatni oldini olishga qaratilgan ishlarni amalga oshiramiz. Bizning mahallamiz ilgari katta mahalla bo'lgani uchun jinoyatchilik ko'p sodir bo'lgan, juda og'ir hududlardan biri edi. Mana hozirgi kunda ancha kamaygan. Inspektorlarimiz hamma xonadonlarda birma-bir yurib, meni inspektorim degan ilovaga ulab qo'yishgan. O'sha ilova orqali biz xabar bersak, darrov yetib keladi. Aholimiz tinch. Mana kuni kecha prezidentimiz yana ham shu ichki ishlarimizga bergan qattiq topshiriqlariga asosan shu 3 kun 4 kun ichida ham o'zgarishlar juda katta bo'ldi. Negaki kechasi bilan shiddat xizmat qilishadi. Prezidentimizga avvalam rahmat. Ko'p yashasizlar. Televizor ko'rib o'tirsangiz, xabarlarda eshitasiz, notinchlik joylarda. O'zbekistonimiz tinch. O'zbekistonimizga ko'z tegmasin. Prezidentimiz raisligida o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida berilgan topshiriqlar ijrosiga Qo'qon shahrida ham jadal kirishildi. Albatta, axborot texnologiyalari orqali sodir etiladigan jinoyatlar, giyohvandlik, korrupsiya, radikallashuv bular yangi davr tahdidlaridir. Qo'qon shahrida bu tahdidlarga qarshi rejali, manzilli va tizimli chora-tadbirlar ko'rilmoqda. Prezidentimiz juda to'g'ri kamchiliklarimizni yoritib berdilar. Haqiqatan ham qator kamchiliklarimiz mavjud. Bu bo'yicha prezidentimizning topshiriqlariga asosan 4 ta yo'nalishga alohida e'tibor qaratamiz. Bu birinchisi axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarni oldini olish. Bu borada aholi o'rtasida targ'ibot tadbirlarini olib borish va kiber immunitetni shakllantirish. Faoliyat bilan shug'ullanuvchi shaxslarni aniqlash va faoliyatiga chek qo'yish. Ikkinchisi giyohvandlikka qarshi kurashish, giyohvandlik va psixotrop moddalar bilan shug'ullanuvchi shaxslarni aniqlash va fosh etish. Bu borada yoshlar o'rtasida targ'ibotlar, uchrashuvlar, davra suhbatlar o'tkazish, aholi o'rtasida tushuntirishlar olib borish va narkolaboratoriyalarni aniqlash boradagi ishlar amalga oshiramiz. Uchinchisi korrupsiya hamda yashirin iqtisodiyotga chek qo'yish. Korrupsiya holatlariga murosasizlikni ta'minlash, bu boradagi holatlar qat'iyatli bilan kurashish. Yashirin iqtisodiyoti, ya'ni noqonuniy pul yig'ish, tadbirkorlarning harakatlariga aralashish orqali ulardan pul talab qilish va shu kabi holatlarga chek qo'yish. Soliq xizmatlari xodimlari bilan hamkorlikda noqonuniy savdo faoliyati bilan shug'ullanuvchi shaxslarni aniqlab ham faoliyatiga chek qo'yish. 4-yo'nalish radikallashuv va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash. Din ulamolari bilan hamkorlikda aholi o'rtasida targ'ibot va tashviqot tushuntirish ishlari olib borish. Hamkorlikdagi tashkilotlar bilan radikallashuvni oldini olish bo'yicha profilaktik va tezkor tadbirlar o'tkazish. Uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash maqsadida ko'cha yechimlari bilan shug'ullanuvchi, birinchilikka intiluvchi shaxslarni
aniqlab, bularga nisbatan profilaktik va tezkor tadbirlar o'tkazish. Bozordagi, avtoturargohdagi, avtobekatlarda pul yig'ish bilan shug'ullanuvchi shaxslarni aniqlash va faoliyatiga chek qo'yish. Mana shu tadbirlarni asosiy vazifamiz sifatida belgilab oldik. Hurmatli prezidentimiz bizni tizimga alohida e'tibor qaratib, bizni muammolarimizni bizni oynaga chiqarib, ko'zimizni ochdi va bu borada biz o'zimiz hammamiz, shaxsan o'zim, shaxsiy tarkibim bilan birga xulosa chiqarib, o'zimizga dastur, reja ishlab chiqib, bergan topshiriqlarni so'zsiz va sidqidil bilan yondashib, aholimiz o'rtasida jinoyatchilikni jilovlash, oldini olish va Qo'qon shahrini xavfsiz hududga aylantirish bo'yicha jadal tezkor profilaktik tadbirlarni amalga oshirishni boshladik. Va'da beramiz, Qo'qon ahlining xavfsizligini ta'minlashda prezidentimiz oldida kamarbasta bo'lib xizmat qilamiz. Xulosa o'rnida aytish joizki, jinoyatchilikka qarshi kurash faqat huquqni muhofaza qiluvchi organlar zimmasidagi vazifa emas, balki butun jamiyatning umumiy mas'uliyatidir. Mahalladan boshlangan tinchlik, ochiq va adolatli sud amaliyoti, raqamli nazorat vositalari hamda faol fuqarolik pozitsiyasi bir-biri bilan uyg'unlashgandagina haqiqiy samara beradi.